Просто noto'g'ri ma'lumotlar bilan o'sha xatnaga olib kelmoqchi bo'lgan ota-onalarni boshini qotirishyapti. Oxirgi payt juda ham ko'p videoda tanishlarim yuborishyapti xatnaga oid noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rib, afsuslanamiz. Xalat kiyib oldi, bo'ldi, bu to'g'ri gapiryapti degani emas. Biz shu tajribaga asoslangan holda asoslangan ma'lumotlarni beramiz sizlarga. Eng muhimi deyman har doim bulbulni shakli. Farqi yo'q. Bir xil gapirar ekan, mana ko'rib chiqamiz videolarni 3 yoshgacha mumkin, bir xil 1 yoshdan keyin eng zo'r payt bunaqa payt, kichkinaligida qilish kerak emas, kattaligida qilish kerak. Ukol mumkin emas, bir xil keyin bittasi chiqib qolib ukol qilish kerak, bittasi keyin chiqib qolib undoq bo'lish kerak, bittasi asossiz gaplar. Nima uchun men buni tushuntiryapman? Har bir bolada individual deymiz. Olib kelgandan keyin ko'ramiz. Bulbullarning shakli, yoshi, hammasi inobatga olinadi, lekin eng muhimi bulbulning shakli. Bular bulbulning shakli xatnaga tayyormi? Farqi yo'q. Kuz, bahor, qish, yoz, 4 yosh, 4 oy, 7 kun, 7 yosh farqi yo'q. Bu ikkinchi faktorlar o'zi. Suv ichib qoldimi yoki ota-onasini sharoiti bormi hozirgi paytda qarashga, biz pogalomda har doim xatna qilinadi degani emas. Просто noto'g'ri ma'lumotlar bilan o'sha xatnaga olib kelmoqchi bo'lgan ota-onalarni boshini qotirishyapti. Kerak emas informatsiyalarni boshidan qotirmaydi. Mana biz shuncha harakat qilyapmiz, kerakli ma'lumotlarni beryapmiz. Kirib ko'rib chiqsanglar bo'ladi profilda.